Bugun sizlar bilan video bilan bo'lishgim keldi. Qancha trixotabniy chistka bilan yuzimni tozalashim. Birinchi bo'lib bizga gidrofilni masla yuzimizga ozgina suramiz. Bu yuzimizdagi pora, gryazlar, zabiti bo'lganlarni tozalashga yordam beradi va uni quruq salfetka или влажный bilan artib olamiz. Ikkinchi bo'lib bizga umvalkani ham ozgina surib, yaxshilab yuzimizni ishqalaymiz. O'sha chiqargan gryazlarni o'sha bilan yuvib tashlaymiz. Uchinchisi bo'lib bizga peelingni ham nozik sloy qilib polni yuzimizga surib chiqamiz va 3 daqiqa turgandan keyin uni sekin asta ishqalab полностью o'lik kojasi tushadi. Va 4-inchisi maska plyonka. Uni ham xuddi shunday nozik sloy qilib yuzimizga polностью surib chiqamiz. 25 daqiqa turadi va 25 daqiqadan keyin uni sekin asta bir tomondan yulib boramiz. Bu xuddi plyonkachaday bo'lib qoladi yuzimizga va yuzimiz shunaqa mazza qiladi. Poralari ochiladi. Krem surtsak питательный yuzimizga полностью shima bo'ladi va foydasi ko'proq bo'ladi. Shunaqa go'zallik.